Tam topishim kerak nima? Bir o'zim bu og'irlik qiladi. Ichim qisadi bir o'zim. Birini olishim kerak, mayonez dedi. Shu olive. Hamsa. Jonating. Ha, Mana qarang bitta ish bu. To'xtang. Jon, endi sizga bir xizmat bor. 2 minutlik. men seni hech qanday xizmating qilmayman, Ismat. Asamizmi men? Mana qarang, Jon. Qarang, ichimizdagi husumatlari eski yilda qoldiraylik. Yangi yil kelyapti. Bir xursand bo'lib uyda bir 2 minutlik xizmatchi bor. Menga qara, 20 ta yangi yil kelsa men sen xizmating qilmayman, Ismat. Mana qarang. Uyda konyak bor. Hamsiya jonim. Mundagi xizmatlar bo'lsa bemalol aytavering. 5 butilkagacha qilaveramiz xizmat. Men qaytmayman. Siz eng zo'r hamsiyamsiz. Endi o'tmishda qolgan husumatlarni qoldiramiz. Qoldi hammasi. Yangi yilda aql bo'lamiz. Yangicha. Aql bo'lamiz. Chili 40 ming tamom. Chela tegmang siz ham. Men 40 mingman, siz ham 40 ming tamom. Tamam. Oldik. Ikkimiz ham suv ichamiz, 30 lar suv ichsin. Tamam, men tarafini ko'rmang, hamsiya. Oldik. Tamam. Mana qarang, o'z qiyra ketayotgandingiz. Hamsiya shuni yaxshi eslatdingiz. Keliningiz Aliviya qilaman deydi. Bodring bor. Keyin kalbasa. Kalbasa ham o'zimda bor. Mayonezmi? Mayonez yo'q lekin. Olib kelish kerak-da. Lekin Ana shu xizmat tugasin. Keyin bemalol mo'jnasizda. Mun tugatib keyinmi? Yangi odam chaqiramizmi yo'q? Haqiqatan tezroq tugaytib chaqiring. Kimmi? Bitta odam chaqiraymi? Chaqiring. Tezroq tugaytmi? Mana shu darvozadan chiqaman, birinchi ko'rgan odamni olib kelaman. Davay, tezroq. Hozir ana shu yerda kuting. Ham ketmang. Diyalarni ishta qilaman, diyalarni. Kim bor ekan? Qorbo. To'q, ber. Dadam nimada ekan endi? Hozir. Hamsa qo'rg'on top keldi. Qo'rg'on top keldi. Zerishadi qorboyam. She'r aytib beradi bizlar bitta. Biz sovg'a beramiz keyin. Alloh. Keling. Assalomu. Qo'ying. Zokir. Dadam bilmasin, iltimos jim o'tir. Bil. Hech kimga gapirmayman. Nima beraylik? Bering. Yo'q, nima? Yo'q, dadam gapiradi. Ana, dadasi. Dadang bilan men o'zim gaplashaman. Ol qorbo, ol. Odam o'zi bilan ham o'zi gaplashadi-da. Gaplashadi. Olgansiz. Gapirmadi. Oling. Hamsiya? O'g'lingiz ham ichi hamma bundan? Yo'q. İçmeyin. O'g'lim Xudoga shukr aqlli. Ana. Hozir uyda dars qilayotgan bo'lish kerak. Bu Qorboboning kiyimida. Nima deganingiz? Ya, o'z ichsa nima qilasiz o'g'lingizni? Ichsa nima qilasiz? Tasavvur qiling, ichdi. Ko'p gapirdingiz-da, olinglar. Ichsa og'zini yirtaman. Yirtadi. İçməsin. Qorbo lekin ko'p durtasiz meni. Oling, ketdik. Menga qaranglar, xotin kelgan. Iltimos, men yozinglarmisa. Sho'vur qilmang, to'xtang hamma, yo'ling topamiz hozir. Nima? Hamsa yaxshi keldingmi? Yangi yillar bilaman. Hay, mabodo erim kelmadilarmi? Eriz kelmadi lekin. Bilasizki, men urush qilaman eriz bilan. Qorbo keldi, qo'rqiz keldi, eriz kelmadi lekin. Uyli agar eriz kelmadi. Mana qo'rqiz chiroyli lekin. Assalomu alaykum. Husniya otdi mana. Ko'ryapsizmi Husniya kapak mana. Nima? Dars olib chiqsin ha bu. Bacham, o'g'lim. Ha, dada. Ana bildi İsmat o'g'liligini bildi. Dadasi? Ana. Bu ham bildi.